o'zi biz sohada, o'zi boshqa sohalarda ham balki ishingizni ustasi bo'lsangiz, tilda oz-moz bilsangiz, tushib ketadi. Любой davlatga borib ishga kirsangiz bo'lar ekan. Misol uchun men o'zimdan qiyos qiladigan bo'lsam, ingliz tilim yo'q edi Dubayga kelganimda. Lekin ishim yaxshi edi. Portfoliyam yaxshi edi. Ishni ko'rsatdim, bittada kirib ketdim ishga. Bir kun o'zida ishga olishdi. Tilim yo'q bo'lsa ham, lekin ingliz tilim bo'lsa yana ham zo'r bo'lardi. Hozir oz-moz o'rgandim, baribir zo'r bilsangiz yana ham yaxshi. Mana bunaqa binolar qiladigan kompaniyalarga kirish uchun mana shunaqa portfoliyolaringiz bo'lishi kerak. Lekin hozir ishlayotgan joyimda sheriklarim ularda hammasini ishlari vobshe zo'r, katta ishlar qilgan. Bari, короче, hozir Dubayga keladigan o'zi arxitektorlar ko'pi normal darajada bo'lar ekan. Ko'pi o'qigan, o'sha sohani bitirib chiqqan, arxitektura sohasini zo'r biladi, ishlari ham yaxshi. Ko'pi koronada emas, boshqacha programmalar ishlashar ekan. Menda plus tomonim koronada 3D Max'da bo'lganim plusroq bo'ldi. Atak SketchUp ishlashadi, Lumion ishlatishadi. Lekin Revitga juda talab ko'p. Revit bo'lsa vobshe juda kerak. Chunki men o'zimga ham kirayotganimda, birinchi kirayotganimda so'radi, Revit bilasizmi deyishdi. Men yo'q dedim. Ya'ni interyerda rabochkasini bilmadim, nima qiladi. Revitda qilsa kerak uni ham. Lekin uchastkalarni polniy Revitga ko'tarishadi-da. Avtokadda qiladigan bolalar ham bor. Revit bo'lsa yaxshiroq. Shuning uchun Revitni ham o'rganish kerak. Agar arxitektorman desangiz, Revitni bizni o'rganish kerak. Keyin Rhino degan programma bor. Rhinoda короче, qiyin detalli, hozir bu yerda qiyin emas, detallari qiyin detalli programma binolarda Rhino degan programmada qilinar ekan. Uni ham o'rganish kerak. Rhinoda misol uchun mana bunaqa deylik, shunaqalar osonroq bo'ladi. Uni keyin Revitga solsa, Revitga juda zo'r moslashar ekan Rhino detallari bilan. Короче, mana shunaqa katta firmalar, mana shunaqa proyektlar qiladigan firmalar hammasi Rhino talab qilishadi. Rhino bilishingiz kerak bunaqa katta firmalarga kirish uchun. Lekin katta firmalar ham bor Dubayda ko'p вообще. Agar katta firmalarga kiraman desangiz, o'sha darajada bo'lsangiz albatta